Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Tantanani chorrahasidan o'tganlaridan keyin Yandex Ajirdi ofisining to'g'risida bizni gilos kilatimiz ko'rishingiz mumkin. Dastavkaga mashinalarimizni ham tayyorlab qo'yganmiz. Hozir bittasi keldi, yana ikkitasi keladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bizda 370 lik metrajlarni ham xohlaganlaringdan topishlaring mumkin. O'zi 370 lik ancha-muncha joyda bo'lmaydi. Ba'zida mana 4 metrlik avanli gilomlarda 1.5 dan tortib 3.5 5 gacha bor. Bizda mana 3.5 metrajlarimiz ko'rishlaringiz mumkin. Samarqandning Sarzavodida ishlab chiqargan tafting mahsulotlarimiz ham serob. Ba'zida mana 2.5 80 dan 2.5 gacha xohlagan o'lchamdagi daroshkalar topishlaringiz mumkin bizda. 4.4 dan 4.8, 4.9 gacha gilomlarimiz bor bizda. Bu tomonga o'tsak ham metrajnida ancha-muncha joyda ko'pchilik vibr topolmaydi. Bizda serob kelib o'zlaring ko'ngillarga yoqqan qalin yupqa hamyonbop xohlaganlaringdan topsalaring bo'ladi. Ularni ham ko'rishlaring mumkin. Mana hali endi aytib o'tgan daroshkalarimiz qalinlari. Asosan gilomlarimiz 80% qalin gilomlar bo'ladi. Ba'zan kelib 2 ga 3 gilomdan tortib 3.5 ga 8, 3.5 ga 9 gilomgacha xohlagan rasvetkalardan topsalaring bo'ladi. Kelasizlar, ko'rasizlar, yoqqanini arzon qilib bozorlardan 99% joydan narxlarini arzon qilib qo'yib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yangi videolar kunora qo'yamiz.